Umummilliy so'rovnoma oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifati, ijtimoiy muhit, mehnat sharoitlari va bitiruvchilar tayyorgarligi darajasini xolis baholash maqsadida o'tkaziladi. So'rovnoma natijalari milliy reytingni shakllantirishda inobatga olinadi. Loyihaga ko'ra, so'rovnoma 3 asosiy guruh o'rtasida, ya'ni talabalar, professor-o'qituvchilar va ish beruvchilar orasida o'tkaziladi. Talabalar o'rtasidagi so'rovnomada ijtimoiy muhit, yoshlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, ta'lim jarayonini raqamlashtirish darajasi hamda talabalarning ta'lim muhitidan qoniqish darajasi baholanadi. Professor-o'qituvchilar orasida o'tkaziladigan so'rovnomada esa yaratilgan shart-sharoitlar, boshqaruv jarayonlari, raqamli tizimlardan foydalanish imkoniyatlari hamda mehnat sharoitlaridan qoniqish darajasi aniqlanadi. Ish beruvchilar orasida o'tkaziladigan so'rovnomada bitiruvchilarning bilim va ko'nikmalari, ularning amaliy tajribasi hamda zamonaviy mehnat bozoriga mosligi baholanadi. So'rovnoma talaba va professorlar uchun Xemis platformasi orqali, ish beruvchilar uchun esa raqamli vositalar va elektron so'rov shakllar orqali o'tkaziladi. So'rovnoma natijalari oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini kompleks baholash, shu jumladan milliy reyting ko'rsatkichlarini shakllantirishda muhim manba sifatida qo'llaniladi.